Mana qo'ydim, ko'rmayman. Bitta qo'ydi ya. Buni bunaqasiga bo'lmay qo'ydi ya. Bo'ldi ularni. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Hozir ko'rdilaring, shunaqa katta suyakni qanaqa tezlik bilan qanaqa chiroyli kesishini. Bu apparatimiz suyak kesadigan stanok bo'ladi. Bitta molni shuni yarmini bo'lib turib, yarmini maydalaverasizlar. Ustalarimiz hozir shunaqa chokka qilib yasab qo'ygan. Akalar videoni ostiga nomer qo'yib qo'yaman. Qaranglar suyakning kattaligini kesganini. Mana sizlar uchun imminni suyak olib kelib, obzor qilib beryapman. Akalar bitta like bosib, podpiskani urib qo'yasizlar mana. Akalar kimga qiziq bo'lsa, o'ta baquvvatidan suyak kesadigan stanok. Videoni ostiga nomer qo'yib qo'yaman, telefon qilasizlar, aloqaga chiqsa to'liq ma'lumotni ustalarning o'zida olasizlar. Obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasiz.